Futbolni texnologiyalar emas, balki qoidalar o'ldirmoqda. Nega bunday deyotganligimni hozir aytib beraman. iFootball YouTube kanalida Rikoshet dasturi. Assalomu alaykum. Umuman olganda oxirgi yillarda futbolga bo'lgan pasayish kuzatilyapti auditoriya jihatidan va buni asosiy sabablardan biri yaqinda Arsene Wenger tomonidan aytib o'tilgan qoidada biroz jon bor. Ofsaydning takomillashtirish qoidalarini ishlab chiqqan Wenger, ya'ni ofsayd sodir bo'lishi uchun futbolchi to'liq bir futbolchidan o'tib ketgan bo'lish kerak, ya'ni santimetr emas. Men yaqinda Al-Nassr ishtirokidagi o'yinni sharhlab bordim va Ronaldoning 3-goli bor yo'g'i Navaf Boshal ismli himoyachining o'sha butsasining adashmasam bir 5-6 santimetr chiqib qolganligi sababli inobatga olinmadi. Mana shu uchrashuvda Ronaldo hat-trick qilganda, misol uchun, bu uchrashuvning, ya'ni qadri, uchrashuvning ommabopligi yana ham oshadi. Ronaldo hat-trick qildi degan sarlavhalar paydo bo'ladi va bu futbolning auditoriyasi yana kengayishiga sabab bo'ladi. Yana bitta asosiy qoidalardan biri oxirgi paytlarda juda ham o'tgan yilda bir taklif chiqqandi, ya'ni futbolni 90 daqiqa emas, 60 daqiqaga qisqartirish. Mayli, biz futbolni bu daqiqasini qisqartirish tarafdori emasmiz, ya'ni futbolni to'raqonli zavq olish uchun balki 90 daqiqa kerakdir. Lekin ekstra time'lar futbol uchun ortiqcha bo'lishni boshladi. Ya'ni kimnidir hozir 90 daqiqa futbol ko'rib, yana ekstra time ko'rib, agar undan keyin bo'lsa yana penalti ko'rish uchun majburlash qiyinroq. Shuning uchun yaqinda qit'alararo kubogi bo'lganda ham PSG Flamengo 90 daqiqadan keyin muxlislarning izohlarida yozgan o'sha kommentlarini ko'rib qoldim va har bir muxlis aytgan, nima kerak shu ekstra time, penaltilar ko'rsak bo'lmaydimi? O'zi kech bo'lib qoldi, vaqti ham endi bizning vaqtimiz bilan bo'lgan bo'lishi mumkin. Va mana shu jihatlarini o'ylab ko'rish kerak. Ofsaydni bu asosiy Mbappe o'tgan mavsumda bir nechta Barselonaga urgan gollar ofsayd sababli inobatga olinmadi yoki o'sha yirik musobaqalarda, katta chempionatlarda hattoki 1-2 santimetr sababli Lewandowski bilan shunday voqealar sodir bo'ldi. Ofsayd sababli juda muhim gollar inobatga olinmayapti. Gol qanchalik ko'p bo'lsa, futbolning ommabopligi yana ham oshadi, futbolga bo'lgan qiziqish yana ham oshadi. Futbolda misol uchun 2-0 lik o'yindan ko'ra 4-2 yoki 3-2 o'yinini ko'rish qiziqroq, hisobdagi o'yinni ko'rish qiziqroq. Shuning uchun ham balki ofsaydda o'zgartirishlar kerakdir. Ikkinchi qoidani aytib o'tdik, futbolning ekstra time. Yana bir futbolni o'ldirayotgan narsa o'yinlar sonining juda ham ko'payib ketishi. Bir mavsumda bir nechta turnirlar o'tkazilmoqda. Qit'alararo kubogi, klublar o'rtasidagi jahon chempionati, UEFA Millatlar Ligasi, yana qaysidir yilga Yevro, qaysidir yilga jahon chempionati to'qnash kelib qolyapti. Futbol uchrashuvlari juda ham ko'payib ketdi va bu ham futbolga bo'lgan qiziqishni biroz o'ldiradi. Asosiy maqsad, bir oldingi ko'rsatuvda ham aytib o'tgandik, ya'ni zaxirada qolib ketayotgan futbolchilarga imkoniyat berish edi, lekin futbolchilar baribir 70-80 talab o'yin o'tkazyapti, jarohatlar ko'payyapti va buning ta'sirida ham futbol qaysi ma'noda mana shu jihatidan zerikarlashib boryapti. Buni bitta misol bilan ko'rib chiqsak bo'ladi, ya'ni Copa America musobaqasi 2 yilda bir marotaba o'tkaziladi. Yevro chempionati esa 4 yilda bir marotaba. Yevro bilan Copa Americani solishtirib ko'ring, albatta muxlislar Yevroni tanlaydi. To'g'ri, Copa Americada ham misol uchun Yevrodan yulduzlar ko'p desangiz, Copa Americada Messi, Neymar va bir qancha Braziliya, Argentinadan chiqib kelayotgan muxlislar juda ham ko'p, futbolchilar ko'p. Ya'ni futbolchilar jihatdan emas, bu musobaqalarning tez-tez o'tkazilayotganidan ham bo'lishi mumkin. Thierry Henry yaqinda bir zo'r qoida ishlab chiqdi, ya'ni o'zi hujumchi bo'lgani uchun emas, bu shunchaki istiqbolli bir qoidaga o'xshab ko'rinyapti. Ya'ni 0-0 bo'lgan o'yinlarda jamoalar ochko olmasligi kerak. Hozir bir ochko uchun o'ynaydigan jamoalar ko'payib ketdi. Ya'ni 0-0 ni ushlab turib ham bir maqsadiga erishish maqsadida, ya'ni 0-0 ni ushlab qolishi mumkin. Shuning uchun Thierry Henry aytib o'tdiki, 0-0 bo'lgan o'yinda hech kim ochko olmasligi kerak va bitta o'yinda 3 tadan ko'p gol urgan, ya'ni 3 ta to'p farqi bilan g'alaba qozongan jamoaga bir ochko qo'shib berish kerak. Ya'ni albatta jamoalar harakat qiladi ko'proq o'sha gol urishga va yana ham ko'proq ochkoga ega bo'lishga. Ya'ni bitta o'yinda 4 ochko olib ketish bu jamoaga yana ham o'zgacha motivatsiya bergan bo'lardi. 0-0 da umuman ochko olmaslik, mag'lubiyatga teng bo'lish va qaysidir ma'noda bu o'yinning tizginini ham o'zgartirib yuborishi mumkin. Ya'ni mag'lubiyat va 0-0 ning o'rtasidagi tafovut yo'qligidan kimdir baribir gol urib va gol o'tkazib yuborishi mumkin. Mana shu jihatdan ham futbol biroz qiziqarli bo'lardi. Perez Superligani tashkil qilmoqchi bo'ldi. To'g'ri, bunga qarshiliklar juda ham ko'p bo'ldi va shuning uchun ham bu loyiha uzoqqa bormadi. Lekin Perez bitta narsani aytib o'tgan, yaqin yillar ichida 20% gina yoshlar futbol ko'rishi mumkin.
Qolganlar futboldan zerikyapti. Shuning uchun ham futbolni maksimal ravishda katta jamoalar to'qnashuvi qilib qo'yish kerak. O'sha Superliga loyihasi har bir top ligadan 4-5 grand jamoalar qatnashishi, bu bitta katta ligani tashkil qilish va futbol auditoriyasini yana ushlab qolishga qaratilgan edi. Sizningcha futbol jozibali bo'lishi uchun yana qanday qoidalar futbolga xalaqit bermoqda? Buni izohlarda yozib qoldirishingiz mumkin. iFootball YouTube kanalida Rikoshet dasturi. Ozodbek Sattorov sizlar bilan bo'ldi.